Xo'p, assalomu alaykum. Bugun yana bir kichkinagina videoni olmoqchiman, sizga taqdim qilmoqchiman. Bu nima haqida? Umuman olganda, orangizda kimdir eshitgan bo'lishi kerak. Hozirgi paytda kvant fizikasi degan fizik nima desak bo'ladi, fan deb aytish mumkin. Juda rivojlanib kelyapti. Lekin juda ko'pchilik odamlar kvant fizikasi nima ekanligi to'g'risida tasavvurga ham ega emas. Biz maktabda asosan o'rganamiz, bu Newton fizikasi deb ataladi. Demak, Newton fizikasida qandaydir voqea sodir bo'ladi va bu nimagadir ta'sir qiladi. O'shaning natijasida qandaydir yangi voqea sodir bo'ladi yoki qandaydir natija olinadi. Tamom. Demak, o'tmishda qandaydir sabab bor va kelajakda qandaydir natijaga erishiladi bundan. Ya'ni bu bir chiziqli fizika. Kvant fizikasi bo'lsa, aynan mana shu narsaning aksi. Kvant fizikasi bundan taxminan 50-60 yillar oldin shunday tajriba o'tkazishgan. Kvant fizikasidagi birinchi tajribalardan bittasi bu. Endi qidirib ko'rsangiz, buni videolari ham hamma yerda internetda ko'p. Qidirib ko'rishingiz mumkin. Demak, nur fotonlarni jo'natadigan pushka qo'yiladi va ma'lum masofadan keyin metal list qo'yiladi va unda ikkita uzun chiziq bor. Teshik. Tirqish. Ikki tirqish. Demak, bu nimaga kerak? Siz endi fizikani o'rgangan bo'lishingiz kerak. Interferensiya, difraksiya degan tushunchalar bor u yerda. Nurlarni har xil sochilishi. Demak, o'sha hodisalarni kuzatish uchun. Shunday hodisa sodir bo'lganki, kimdir birov o'sha nurni kuzatib tursa, nurni faqat ikki joydagina qayd qilish mumkin. U chiqqan joyida va nur tamom bo'lgan o'lgan joyida. Faqat o'sha ikki joyda qayd qilish mumkin. Oraliqda nima narsa borligini hech kim hozirgacha ham bilmaydi bu narsani. Nur shunaqa narsa. Xo'p. Demak, mana shunday hodisa sodir bo'lganki, kimdir birov kuzatib turadi. U nurning qanday xossaga ega ekanligi to'g'risida qandaydir taassuroti bor-da bu odamni. Fizik bu albatta. Demak, oldindan bizada ikkitagina taassurot bor. Yoki nima deyish mumkin? Tushuncha bor. Demak, o'sha tushunchalarga ko'ra, bitta tushunchaga ko'ra nur bu to'lqin tarzida tarqaladi. Ikkinchi tushunchaga ko'ra nur bu zarrachalar tarzida tarqaladi. Agar u to'lqin tarzida tarqaladigan bo'lsa, nur kelishi, fotonlar to'lqin tarzida tarqalsa, demak, o'sha tirqishlardan o'tish paytida bitta nima paydo bo'ladi? Tasvir paydo bo'ladi. Uni tushgan nurni soyasi boshqacha bo'ladi. Agar zarracha tarzida tarqaladigan bo'lsa, bunda umuman boshqacha tasvir paydo bo'ladi. Ya'ni o'sha listning orqasidagi ekranda. Demak, kuzatuvchi kutyapti, aytaylik, u to'lqin tarzida tarqalishini. Kutyapti, natijada to'lqin tarzida tasvir paydo bo'ldi ekranda. Bo'ldi. Yana boshqa kimdir keladi, boshqa bir kuzatuvchi kuzatib turadi, u zarracha tarzida tarqaladi deb o'ylayapti. Natijada
u zarrachalar tasvirini olyapti. Qizig'i, nur bitta. Hech nima o'zgargani yo'q. Faqat kuzatuvchi farq qilyapti. Kuzatuvchining niyati, fikri farq qilyapti bu yerda. Ikkalasi ikki xil natija olyapti. Xuddi mana shu narsani siz agar bu yerda kuzatuvchini o'zi turmasdan kamera qo'yib qo'ysangiz ham xuddi shunday holat sodir bo'ladi. Siz kamerada nimani ko'rishni istasangiz, kamera o'sha narsani ko'rsatadi. Endi xuddi shu narsadan kelib chiqsak, demak, to'lqinlar istagan paytda zarrachaga aylanishi mumkin degan bitta nazariya kelib chiqyapti. Bu narsani bundan necha ming yillar ilgari qadimgi kitoblarda aytib ketilgan. Ya'ni dunyoning paydo bo'lishi to'g'risida. O'sha kitoblarda aytilganki, oldiniga so'z paydo bo'lgan. Va bu so'zning o'zi Xudoning o'zi bo'lgan. Demak, o'sha so'z demak, bo'l deb aytgan va dunyo paydo bo'lgan. So'z nima bu? Bu shunchaki to'lqinlar, tovush to'lqini. Demak, o'sha to'lqin zarrachalarga aylandi va bu dunyoga aylandi. Bizni hozir ko'rib chiqayotgan narsamiz mana shu narsa. Xo'p, bu so'z qanday so'z edi? Juda qiziq narsa-da bu. Qaysi tilda aytilgan so'z bu? Lekin bilsangiz, bu umuman hech qaysi tilda aytilgan emas bu. Bu shunchaki tovush bu. Bu hech qanaqa so'z deb qabul qilish mumkin emas. Agar siz aqlingizni tinchlantirsangiz va jimjitlikni tinglay olsangiz, mana shunday quloq solib turasiz, jimjitlik. Quloqingizda qandaydir tovush paydo bo'lishi boshlaydi. Faqat buning uchun aql tinchlanishi kerak. Juda ko'pchilik odamlarda aql umuman tinchimaydi va bu tovushni u tinglay olmaydi. Bu dastlabki o'sha tovush haligacha bor. Bu narsa o'sha qadimiy kitoblarda keltirilgan. Bor narsa bu. Sizda ham bu narsa bo'lgan bo'lishingiz kerak. Umuman hech qanday tovush bo'lmagan joyda, jimjit joyda o'tirgan paytingizda quloqingizda qandaydir shovqinni eshitasiz. Bu deganga tovush o'xshaydi-da. Demak, bu tovush o'sha dastlabki tovush bu. Dastlabki paydo bo'lgan tovush. Xohlagan joyda bu narsa bo'lishi mumkin. Ozgina aqlni tinchlantiradigan bo'lsangiz, mana shu tovushni eshitib siz meditatsiya qilishingiz mumkin. Mana shu tovushning ta'sirida siz juda chuqur meditatsiya qilish imkoniyatiga egasiz. Bu sizga berilgan imkoniyat bu. Mana shu tovushni o'zi, mana shu to'lqinning o'zi, mana shu olamga aylangan. Siz ham uning bir bo'lagisiz. Bu tovush ovoz bilan chiqarib qandaydir tushuntirib berish qiyin bu narsani. Bu jaranglashga o'xshaydi. Masalan, buddistlarni mana kubuklari bor. O'shalarni bir-biriga urib jaranglatishadi. Agar eshitgan bo'lsangiz, ding etgan ovoz chiqadi. Jingillaganda. Xuddi o'sha jingillagan ovoz bu. Siz tinchlangan paytingizda mana shu jingillagan ovozni doimiy ravishda eshitib turasiz. Bir paytlari hatto bu narsadan deprivatsiya deyiladi, umuman ovoz
o'tkazmaydigan xonaga odamlarni qamab qiynashgan. Odam bu narsaning nima ekanligini tushunmaydi. Tushunmaslikdan kelib chiqadi bu narsa. Mana shu ovoz o'tkazmaydigan xonada u o'tiradigan bo'lsa, mana shu jingillagan tovush uning miyasini yeb yuboradi. Odam jinni bo'lib qolishi mumkin. Lekin aslida bu tovush odamni jinni qiladigan narsa emas. Uni yaratadigan, boyitadigan narsa bu. Hozir ham o'sha tovush bor. Masalan, men hozir sizga gapiryapman, lekin bu tovushni eshitib turibman. Doimiy ravishda jingillagan tovush hozir men eshitadigan bo'ldim bu narsani. Oldinlari eshitmas edim men ham. Yana bitta narsani aytib berishim kerak. Bu kechagina sodir bo'ldi. Xo'p. Kecha shunday holat sodir bo'ldi. Endi men tanaga e'tibor beradigan odatim yo'q. Bu ham bir ahmoqchalik, lekin tana bilan umuman shug'ullanmay qo'yganman keyingi paytlarda. Shunday hodisa sodir bo'ldiki, kecha buyrakdan tosh ko'chdi. Shunaqa holat sodir bo'ldi. Endi bizning suvimiz qanday ekanligi ma'lum, qanday ahvolda yashayotganimiz ma'lum. Organizm baribir ifloslanadi. Bor bu narsa. Bundan bir necha yillar oldin ham shunaqa holat sodir bo'lgan edi. Buyrakdan tosh ko'chish nima ekanligini kimlardir bilsa kerak. Bu haddan tashqari og'riq kuchli bo'ladigan jarayon. Demak, shunaqa holat kecha sodir bo'ldi. Kecha taxminan soat 5:30-6 larga yaqin uyga kelganman ishdan. Kelgandan keyin kechki 11 largacha faqat yurib o'tganman. U xonadan bu xonaga o'taman, u yoqdan bu yoqqa bor ket. Bir joyda o'tirish iloji yo'q. Shunaqa og'riq. Agar bilsangiz, odam og'riqni his qilgan paytda mana g'ujanak bo'lib olishga harakat qiladi, ikki bukilib olishga. G'ujanak bo'lgan paytingizda bu embrion holati deyiladi. Hamma narsa organizmda to'xtaydi. Buning natijasida o'sha og'riqlar pasayganday bo'ladi. Lekin buyrakda og'riq bo'lgan paytda bu teskari tomonga tortadi. Ya'ni siz oldinga g'ujanak bo'la olmaysiz. U orqaga tortishni boshlaydi. Orqaga bukilishni, g'ujanak bo'lishni iloji yo'q. Va bu o'zini o'zi kuchaytirishda davom etadi. Men sizga o'sha avtopilotdan chiqish kitobida ham og'riqlar bilan qanday ishlash to'g'risida berganman buni yo'lini. Demak, mana shu borib kelish jarayonida yuribman, iloji yo'q to'xtashni. To'xtasam yana kuchayib ketyapti. O'tirib, yotib bo'lmadi. Demak, o'sha paytda o'sha usullardan foydalanishga harakat qilib ko'rdim. Lekin og'riqni haddan tashqari kuchligidan bu hech qanday to'g'risi yordam bermadi. Iloji yo'q. Demak, kecha soat 11 lar keyin og'riq qoldiruvchi dorilarni ham ichib ko'rdim. Lekin kuchli dorilar ham hech qanday ta'sir qila olmadi bu narsaga. Og'riq kamaymadi. Keyin yotdim. Yotibman, og'riq borgan sayi kuchayyapti. Endi men sizga aytmoqchi bo'lgan narsam, menga qanday qilib bunday narsadan qutulish mumkinligi kecha ko'rsatildi. Bu ham bitta insightlardan bittasi sizga aytayotganim. Demak, bir payt yotibman, e'tibor bermayotgandim. O'sha jingillagan tovush bir payt hayolimga keldi. Eshityapman. Bu nimada? Sanskritda nadabram deb aytiladi. Mana shu tovushning nomi nadabram deb aytiladi. Nadabram bu, agar tarjima qiladigan bo'lsak, Xudoning ovozi degani. Demak, o'sha ovozni eshityapman.
bir payt qandaydir g'oya kelib qoldi. Demak, bu tovush energiya, o'zida energiya olib yuribdi. Mana shu tovushdan foydalanishni iloji yo'qmi? Mana shu holatda. Men oldin sizga ko'rsatgan usullarim pastroq og'riqlarda yaxshi natija beradi, kitobda keltirilgan narsa. Lekin haddan tashqari kuchli og'riqda bu narsa foyda bermadi kecha. Bundan foydalanishning iloji yo'qmi ekan degan fikr paydo bo'ldi. Va undan foydalanib ko'radigan bo'ldim. Demak, mana shu tovushni hayolan o'sha og'riq kuchayotgan nuqtaga yo'naltirishni boshladi. Shunchaki u yerda konsentratsiyalangiz, hayolingiz o'sha yerda hech narsa o'ylamasdan faqat o'ylash mumkin emas bunaqa holatda. O'ylamasdan o'sha nuqtaga mana shu tovushni, energiyani yo'naltirishni boshlaysiz. Bilasizmi? Taxminan 5 minutdan o'tgani yo'q oradan hamma og'riq tinchidi. Ana undan keyin men xo'p, bu narsaga ta'sir qildi. Boshqa narsaga ta'sir qilarmi ekan? Xullas, boshqa organlarga ham bu narsani ta'sir qilishini tekshirib ko'rishni boshladim. Xo'p, buyrakka bunaqa ta'sir qilyapti. Xo'p, jigarga qanday ta'sir qiladi? Oshqozonga qanday ta'sir qiladi? Ichaklarga qanday ta'sir qiladi? Sekin-sekin hammasini tekshirib ko'ryapman. Tomoqqa qanday ta'sir qilyapti? Burunga qanday ta'sir qilyapti? Va o'z-o'zidan mana shu burunga ta'sir qilishini tekshirayotgan paytim ko'zga ta'sir qilishni boshladi o'z-o'zidan. Xo'p, bu narsani men hatto o'ylaganim ham yo'q edi, ko'zga ta'sir qilib ko'rishni. Lekin bu narsa ta'sir qildi. Xo'p, mayli, hammasi bo'ldi, hammasini tekshirib ko'rib, soatga qarasam, yarim kecha soat 2. Xo'p, mayli, bo'pti. Shuni bilan to'xtadik. Ertalab tursam, hech qanaqa og'riq yo'q. To'g'risi, tosh ko'chgan paytda oldingi safar men 10 kunmi yo 12 kunmi больницада yotishga majbur bo'lganman. Olmagan dorim, ukolim qolgan emas. Bitta operatsiya qilishmadi faqat. Operatsiyadan boshqa hamma narsa qilingan. O'sha toshni yo'qotish uchun. Menga bu safar bo'lsa, to'g'risi o'sha 5 soat, 6 soat borib kelib yurganimni aytmasa, haqiqiy ta'sir qilishni boshlagandan keyin, o'sha energiyani yo'naltirishni boshlagandan keyin 5 minut yetarli bo'ldi. Mana shu holatdan qutulishim uchun. Bu degani siz hatto bu narsa jismoniy tanangizga ham ta'sir qiladi. Jismoniy darajada ham ta'sir qilyaptiki, bu narsani qo'llash mumkin. Hali boshqa narsalarni aytish kerak emas. Aql darajasida, hissiyotlar darajasida ta'sir qilish to'g'risida gap bo'lmayapti. Hatto jismoniy darajada mana shunaqa kuchli og'riqlarda va jismoniy muammolarda ham bemalol ta'sir qiladi. Albatta, agar bu narsa ta'sir qilmaydigan bo'lganda, men hozir o'sha больницаga yotgan va yana o'sha ukol dorilarni olishni boshlagan bo'lishim kerak edi. Lekin bunaqa bo'lmadi. Men sizga bu narsani qanday ta'sir qilishini aytyapman. Yana bir narsa borki, o'sha qadim kitoblarda bir narsa aytilgan. Bu olam real emas. Faqat ong real. Va ong bu olamdir. O'sha ongni anglashingiz sizga istagan narsangizni amalga oshirishga imkon beradi. Bu narsaga alohida e'tibor berishingizni so'rayman. Demak, ong bu mana shu olamimiz shu.
bu olamda oydan boshqa hech narsa yo'q. Masalan, o'sha Bibliyada ham, Qur'onda ham, Vedalarda ham va boshqa kitoblarda hammasida bitta narsa keltiriladi-da. Masalan, odam ota loydan yaratildi va uni qovurg'asidan mama Havo vujudga keldi. Biz bu narsani to'g'ridan to'g'ri qabul qilyapmiz. Xuddi odam yaratildi, loydan haykal, mana haykalda keyin tirilgandan keyin uni qovurg'asidan olib ayolni yasashdi. Biz buni to'g'ridan to'g'ri mana shunday holat qandaydir tarixda sodir bo'lgan narsa deb qabul qilyapmiz. Aslida bu narsa masalan Vedalarda aytilishi bo'yicha Shiva o'zidan Shaktini chiqargan. Shiva hozirgi paytda ham erkak kishi timsolida ko'rsatiladi. Shakti bu ayol sifatida ko'rsatiladi. Aslida Shiva bu odam emas. Bu ong. Shiva bu ong. Shakti bo'lsa uning energiyasi. Mana shu Nadabram hozirgi paytda atrofimizda sodir bo'layotgan bu Shakti bu. Ya'ni Qur'on bo'yicha, Bibliya bo'yicha, Injil bo'yicha olib qaraydigan bo'lsangiz, Tavrot bo'yicha bu odam ota, bu ong, mama Havo bo'lsa, bu uning energiyasi. Energiya bu olamni paydo qiladi. Siz atrofingizdagi istagan bir narsangiz, hatto o'zingiz tanangizni ham qarab ko'radigan bo'lsangiz, bu molekulalardan tashkil topgan. Bilasiz-a? DNK, RNK, boshqa hujayralar, boshqa har biri qandaydir molekulalardan tashkil topgan. O'sha molekulalar nimadan tashkil topgan? Atomlar. Atomlarchi? Elektron, proton, neutron, o'shanga o'xshagan subatom zarrachalardan tashkil topgan. Ular nimadan tashkil topgan? Bo'shliqdan. Hech narsa yo'q u yog'iga. Bo'shliq mana shu narsalarga aylanib oxiri bizni moddiy dunyoyimizni yaratyapti. O'sha bo'shliqni o'zi bu ong bu. Sizga berilgan o'sha anglashni anglash mashqi bu shunchaki berilgan emas. Siz o'sha bo'shliqni anglashingiz kerak. Qachon uni anglagan paytingizda siz o'zingizni kim ekanligingizni anglaysiz. Hatto bu tana emassiz. Aytiladiki, bu demak tanaga ruh berildi. Ruh bu endi qalb deb aytamiz. O'sha qalb. Bu o'sha ongning. Endi oldin bu narsa Xudo deyilgan, Alloh deyilgan, Brahman, Shiva yoki boshqa istagan narsani aytishingiz mumkin, Tangri deb aytishingiz mumkin, bu sizning ishingiz. Lekin hozirgi zamon fanida bu ong deb ataladi. Xuddi o'sha Xudo degan narsa bu yagona ong bu. Siz anglash jarayonida bu ongning nima ekanligini o'zingiz
Shunchaki anglab olasiz. İstesangiz oyda erib ketishingiz mumkin. Bu sizning ishingiz. İstesangiz uning yordamida o'sha joydan turib bu olamda nimanidir o'zgartirishingiz mumkin. Lekin siz o'zgartirishni xohlaysizmi, yo'qmi? Bu o'zingizga bog'liq. Chunki ruh, qalb o'sha yagona oyning bir parchasi. Bu olamga o'zini anglash uchun kelgan. Bu qandaydir tajribalar olish kerak bu dunyoda. Nimagadir erishish kerak. Nimanidir amalga oshirish kerak. Aslida karma degani to'g'ridan to'g'ri tarjima qilgan paytda bu harakat degani bo'ladi. Faoliyat, harakat degan ma'noni bildiradi. Biz masalan taqdir peshonasiga yozilgan deymiz-ku. O'sha narsa taqdir bu, karma bu harakat bu. Juda ko'pchilik holatlarda karma yoki bo'lmasa o'sha taqdir o'zgarmaydigan narsadek qabul qilinadi. Lekin istagan paytda siz buni o'zgartirishingiz mumkin. O'sha kichkina sizga berilayotgan amaliyotlar bu taqdirni o'zgartirish uchun ko'rsatmalardir. Ya'ni sizni taqdiringiz arzimagan kichkinagina mashqchalarga bog'liq bo'lib qolgan. Ya'ni siz o'zingizni anglashingizga bog'liq. Shunday gap bor. Agar baxtli bo'lishni istasang, shunchaki bo'l. E'tibor bering. Baxtli bo'lishni istasang, shunchaki baxtli bo'l. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Nimagadir erishish, nimandir ortidan quvish, boshqa narsa kerak emas. Siz shunchaki o'zingiz bilan bo'lsangiz, siz baxtlisiz. Lekin bizga u narsani tashqaridan singdirishgan jamiyat shunday bo'lib ketgan hozirgi paytda. Demak, tashqaridan singdirilyapti. Siz baxtli bo'lishingiz uchun nimadir qilishingiz kerak degan narsa. Siz shunchaki bo'lib o'zlikni anglash juda unaqa qiyin bir muammoli narsa emas. Shunchaki shu narsani esingizdan chiqarmang, sizni e'tiboringiz qayerda bo'lsa, energiya o'sha yerda. Siz hozir e'tiboringizga nimaga qaratyapsiz? Sizning bor energiyangiz o'sha yerga yo'naltirilyapti. Siz nimaga qarayotgan bo'lsangiz, nimaga e'tibor berayotgan bo'lsangiz. Masalan, odamma fikrlari qayerda paydo bo'ladi? Masalan, qo'lingizni cho'zsangiz, mana shu masofada sizni oldingizda fikrlar paydo bo'ladi. Bu fikrlar paydo bo'ladigan ekran deb olishingiz mumkin. Juda ko'pchilik odamlar u qayerdan qanday paydo bo'lishini ham sezishmaydi, e'tibor ham berishmaydi. Ichki dialog qayerda sodir bo'ladi? Bu sizni tomog'ingizda sodir bo'ladi. Mana shu yerda ichki dialog doimiy ravishda aylanib turadi. Siz men deganda nimani sezasiz? Siz qayerdasiz? Buni bilish qiyin emas. Bir necha marta menni tanangizni qayerdir sizga javob beradi. Odatda ko'pchilik holatlarda ko'krakda qayerlardadir bo'ladi bu. O'sha men deganingizda
Qayerdan kelyapti o'sha men degan narsa? Bu sezgi, bu shunchaki. Mana shuni sezsangiz, demak qayerlardir mana yerda. Agar siz juda ko'p aqliy mehnat qilgan bo'lsangiz, boshingizni qayerlarda bo'lishi mumkin. Yoki hissiyotlarga berilayotgan bo'lsangiz, bu qorinni qayerlarda bo'lishi mumkin. O'sha men degan narsa sizni tanangizni qaysi qismidan reaksiya beryapti. Buni sezish qiyin emas. Tanangizni qayerdadir bo'ladi va bu doimiy ravishda ko'chib yuradi. U bir joyda emas. Sizni nima bilan band ekanligingizga qaraydi. Lekin juda ko'pchilik holatlarda ko'krakda, mana yurak qismi atrofida shu yerda bo'ladi. Juda ko'pchilik holatlarda. Men deganda mana ko'krakni ushlanadi. O'shaning uchun ham. Qalbim, yuragim, boshqa xullas menman. Mana ko'krakni urishadi, o'zini ko'rsatish uchun. Bu shunchaki sezgi bu. Bu ko'chib yuradigan sezgi. Bu siz emassiz. Buni bilishingiz kerak. Shunchaki sezgi bu. İstasangiz bular to'g'risida ham hali siz bilan bemalol gaplashishimiz mumkin va buni qanday qilib haqiqiy men qayerda ekanligini aniqlashimiz mumkin. Xo'p, yarim soatdan oshib ketdi. Bugunga shu yetadi deb o'ylayman. Shu berilgan ma'lumotlarni ozgina hazm qilib olsangiz, keyin davom etaverishingiz mumkin. Hozircha xayr. Salomat bo'ling.